Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bizlar mana biz qilgan ishlarimizni 1 yil keyin bo'lsa ham xabar olib turamiz kelib. Mana nima bo'lyapti uy egalari bilan gaplashib. Mana ukamiz yana chaqirdida, nima sababdan chaqirganini bilaylik. Xudo xolasa mana sifatli narsalar ekan, chiroyli chiqdi. Hozir oshnadan chaqirib turuvdi. Ishi bor ekan, shunga chaqirtirdik. Xudo xolasa oshnadan ham chiroyli bo'lasizlar. Xursand bo'lamiz. Mana yomg'irlar yog'yapti mana. Mana suvlarga chidamli mana yomg'ir. Ko'ryapsiz mana ukamiz shunga xursand bo'lyapti, yomg'irga chidamli ekan deb. Mana uryapti yomg'ir. Bironta joyga dashta qo'ymagan. Bemalol yuvsa bo'laveradigan narsada. Qo'shninikini ham qilganmiz, bu ham qiziqib bu yoqqa qildirgan. Birinchi qo'shni qilgan, keyin bu qo'shni qilgan ekanda ha. Bir-biridan ko'rib endi xudo xolasa yana oshnasinikiga ketyapmiz mana. Qo'l bola qilib, chiroyli qilib berganmiz, xudo xolasa xursand uy egalari ham. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, Xizmat xizmat. tavsiya qildi, ketyapmiz hozir shu manzilga.